Ahamiyat bering, agar sizning avtomobilingizda ham aynan mana shu jihoz bo'lsa, taxminan 8 litrgacha 100 kilometrga xarajat qilib berishi mumkin. Sharti aynan shu jihoz sizda bo'lishi kerak. Buni ismi gibridli motor deyiladi. 205 atmosferning har doimgidek 4 ta silindr bo'ladi va avtomobilimiz Highlander eng baland opsiyalardan biri limited bo'ladi. Bugungi kunda Xitoy avtomobillarining opsiyalari eng baland deb hisoblashadi, lekin har doim ham unaqa emas. Chunki haqiqiy Yapon brendi Amerikada ishlab chiqarilgan avtomobil va uning opsiyalariga keladigan bo'lsak, to'liq bitta varoqni to'ldirib qo'yishimiz mumkin. Abduf, fotograf, head-up display, panorama tom, R20 limited diskalarda va boshqa opsiyalarni JBL premium akustikalarni qo'shadigan bo'lsak, kerak bo'lsa o'zini sifati bilan Xitoyni ham xijolat qiladigan darajada xarakterga ega bo'ladi. Haqiqiy oilaviy 7 o'rindiqli avtomobilimizni O'zbekistonga yetib borguncha bor yo'g'i 56 ming AQSh dollari CIP O'zbekiston bo'ladi. Noyob bo'lgan Telegram kanalimizda esa inomarkalarning kunlik narxi, batafsil ma'lumoti va rasmlari bilan jamlangan bo'ladi. Havola profilning yuqori qismida.